PDT Xavfsizlik Kengashi Suriya masalasida qaror ma'qulladi. 26 fevral Türkiye Ovozi radiosi xabarida bildirilishicha, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashining fevral oyi navbatchi raisi Kuvayt va Shveysariya tarafidan tayyorlangan qaror taklifi Kengashning ovoziga qo'yildi. Har qaysi davlatlarning birdek ovoz berishi bilan Suriyaga insonparvarlik yordamlarining yetkazilishi bo'libmi Asad qismlari tarafidan qo'rshav ostida tutib turilayotgan Sharqiy G'utadagi ahvoli og'ir kasallarning va yaradorlarning yetkazilishi uchun eng oz degandimi bir oygacha insonparvarlik urush to'xtatish qarori ma'qullandi. Qarorda insonparvarlik yordamlarining bexatar to'salg'usiz holda davomlashishi, yetkazilishi va ahvoli og'ir kasallar bilan yaradorlarning xotirjam yetkazilishi uchun butun Suriya miqyosida barliq taraflardan darhol kechiktirmasdan to'qinishlarni eng oz degandimi bir oygacha to'xtatib turishi talab qilindi. Xitoy raisi mangu rais bo'lish qadamini tashildi. 25 fevral New York vaqt kezdi bergan xabarda bildirilishicha, Xitoy Kommunist partiyasi Shi Jinpingning muddatsiz vazifa o'tishiga yo'l hozirlagan. Xabarda Xitoy Kommunist partiyasi 25 fevral Xitoy davlat raisining faqat 2 qadamlik raislikka saylanish cheklamasini amaldan qoldiradiganligini e'lon qilgan bo'lib, Xitoyning kishini hayron qoldiradigan bu qilmishi necha yildan buyon Xitoydagi cho'ng bir siyosiy o'zgarish bo'lib hisoblanadiganligi bildirilgan. Xinhua agentligiga bergan xabarda Xitoy Kommunist partiyasi markaziy komiteti Xitoy asosiy qonunidagi Xitoy davlat raisi va muavin raisining raislikka saylanish muddati 2 qatimdan eshib ketmaydi degan qonunni amaldan qoldirishga taklif berganligini oshkorlagan. Xabarda aslidagi Xitoy qonuni bo'yicha Shi Jinpingning faqat 10 yil raislik o'rnida o'ltira oladiganligi. Hozir o'zgartmoqchi bo'lgan qonun dal Shi Jinpingning doim rais bo'lib saylanishiga berilgan ishorat ekanligi. Shi Jinpingning doim vazifada o'ltirish g'araziga sakni hozirlanayotganligi bildirilgan. Xitoy Tungan musulmonlarining ibodatiga chek qo'ydi. 26 fevral Yangi Osiyo to'g'ri bergan xabarda bildirilishicha, Xitoy Tungan musulmonlarining masjidlarda diniy tarbiya elib berishini cheklagan. Xabarda yaqinqi yillardan beri Xitoyning Sharq Turkiston xalqining diniy faoliyatini qattiq cheklash qilmishini ko'rgan Tungan musulmonlari Xitoy bizgimi Uyg'ur musulmonlariga qilgan cheklama va bostirish siyosatini yurgizishi mumkin degan andisha ichida yashab kelganligini. Xitoy chog'ini mazgilda Xitoy doiralari Gansuning bir qism rayonlarida hamda Guangdongning bir qism o'rinlaridagi Tungan musulmonlarining masjidda diniy ta'lim tarbiya elib berishini cheklamaganligini. Chog'an oyoqlashgandan keyin Xitoy yangi cheklash qoidalarini o'ttirg'a chiqarib, masjid munorlari ustida azon o'qishni cheklaganligini, Tungan musulmonlarining masjiddagi diniy ta'lim tarbiya faoliyatini chog'andan keyin davomli cheklaganligini. Tungan imomlari Xitoyning aloqador o'rinlariga shikoyat qilgan bo'lsa-mu, lekin hech qanday ahamiyati bo'lmaganligini oshkorladi. Erkin Osiyo radiosining xalqimizga tunishliq muxbiri Gulchehra xonim Xitoyga uch xat yozdi. Gulchehra xonim xatida o'zining Amerikaga kelgan 17 yildan buyon Xitoy doiralarining tuqqanlariga pasport ishlab berishini rad qilib kelganligi uchun Urumchidagi ota-onasi va qarindoshlari bilan ko'rishalmaganligini, qarindoshlarining Gulchehra xonimning xizmati sababli, ya'ni haqiqatni anglatganligi sababli 3 fevral kuni ota-onasi, kichik opasi, navri ini singillari bo'lib, oilasidan jami 20 dak insonning bir kunda Urumchi va G'uljida Xitoy doiralari tarafidan sababsiz tutib ketilganligi haqida uchralganligi. Uningdan keyin tuqqanlaridan hech kim bilan aloqa qilolmaganligini bildirgan. Shuningdek, Xitoy doiralarini begunoh tutqun qilingan barliq urug' tuqqanlarini shartsiz qo'yib berishga chaqirgan va bir xalqarалық muxbir bo'lish, zulmga uchragan, ovozsiz qolgan Uyg'urlarning ovozi bo'lish sifati bilan Xitoy hukumatini tarbiyalash markazi nomida butun Sharq Turkiston miqyosida ochgan, millionlarcha insonning qamalganligi mo'ljallanayotgan, insonlikka xilof qonunsiz, g'ayri rasmiy turmalarni darhol taqashni, begunoh tutqun qilingan Uyg'urlar va dinga e'tiqod qiladigan boshqa qarindosh millatlarni qo'yib berishga chaqiraman degan. Gulchehra xonim xatida yana Xitoyni ogohlantirib, "Men yolg'iz emas, Uyg'urlar yolg'iz emas. Chunki adolatni yoqlash barcha insonlarning o'rtaq fazilati. Zulmga qarshi Uyg'urlar emas, butun inson birlasha oladi. Men adolatning hamon zulm ustidan g'olib keladiganligiga ishonaman" deganlarni bildirgan. Yevropa ittifoqi Berma armiyasini aybladi.
Yevropa İttifaqı Arakanda inson haqlari dafsandichilik qilmishlari sodir qilgan Bermalik harbiy amaldorlarni aybladi. Türkiye Ovozi Radiosuning xabarida bildirilishicha, Yevropa İttifaqı Bermaning Arakan viloyatidagi musulmonlarning ahvoli to'g'riliq bayonot e'lon qilib, Berma armiyasi va xavfsizlik qismlari tomonidan sodir qilingan inson haqlari dafsandichilik qilmishlarini aybladi. Yevropa İttifaqı kengashi tomonidan bu vaqtda e'lon qilingan bayonotda Yevropa İttifaqı kengashi Berma armiyasi va xavfsizlik qismlari tomonidan sodir qilingan bosqinchilik va jinoiy qilmishlar bo'lib, barliq inson haqlari dafsandichilik qilmishlarini ayblaymiz. Bayonotda Yevropa İttifaqı kengashining Yevropa İttifaqı tashqi aloqa va xavfsizlik siyosati oliy vakili Federica Mogherini darhol Bermaga qartilgan qurol-yarog' embargosi bilan inson haqlari dafsandichilik qilmishlari sodir qilgan oliy darajalik harbiy amaldorlarga qaratilgan cheklamalarning doirasini texmo kengaytirishga chaqirganligi bildirildi.